EKG sensor yordamida yurak urishini tekshirish uchun yasalgan prototip qurilma. Xo'p, buni hozir ishlatib ko'rsatamiz. O'zini elektrodlari bir martalik bo'lgani uchun hozircha skochdan foydalanib chiqamiz. Hop, bu sariq chap qo'l elektrodi, yashil o'ng qo'l elektrodi, qizil oyoq yoki tananing bo'sh qismlari uchun mo'ljallangan. Bu dasturimiz kodi Arduino IDE programmasida tayyor yozilgan hozir. Buni Arduino mikrokontrolleriga yuklaymiz. Yuklashda xatolik berdi. Bitta kom problemasi. Bitta Arduino'ni uzib turib, qaytib 5 sekunddan keyin ulab bo'sh turgan komga o'tkazib olamiz, kom to'g'riga qilamiz va qayta yuklaymiz kodimizni. Xatosiz ishlayapti. Yuklab bo'lindi to'liq. Endi sensordan olingan natijani serial plotter ekranida ochib olamiz. Ungacha elektrodlarni shu qo'lga yopishtirib natija chiqish uchun qo'lga va unisi tanani bo'sh qismiga bo'lgani uchun buni ulaymiz. Endi kodimizda qanaqadir xatolik hozir. Bu negadir chiqarmayapti. Ulanish bo'yicha xatolik bor ekan bu yerda. Endi ishlash kerak. Serial plotter oynasini qayta ochamiz. Nima bo'ldi siz? Bu yerda yuklash jarayoni hali tugamagan ekan. Chiqarish kerak edi lekin. Mana noto'g'ri formatda turgan ekan. Endi impuls oladi. Yaxshi yopishtirilmagan ekan. Va hozir yurak impulsi bu serial plotterda, serial monitorda ham ko'rsak bo'ladi, raqamlashtirilgan variantini. Pastda hosil bo'lishi. Mana shu raqamlar grafik tushib chiqishi bo'yicha 647-45 atrofida bordi hozir. Yurak urish chastotasi.
ikkalasini birdan ochganda